Toshkent viloyati Qibray tumanida bo'lgan bu noxush voqea ko'rgan odamning dilini xira qiladi. Ko'chada ketayotgan qizni nima qilishmoqchi bo'lganini o'zingiz bir ko'ring va izohda o'z fikringizni qoldiring. Va shu videodan boshqalar ham saboq olsin deganlar bitta like bosing. Boshqalarga ham yetib olishga ko'maklashgan bo'lasiz. Biz esa videoni boshladik. Ushbu shaxslarning harakat vaqtida sodir qilgan harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Transport vositasida bo'lgan shaxslar Qibray tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlandi va ular ichki ishlar bo'limiga taklif qilindi. Transport vositasidan qo'lni chiqargan fuqarosiz. Qanday izoh berasiz shu harakatga? Uzr so'raymiz, qaytarilmaydi boshqa. O'z nima uchun bu harakat sodir qildingiz? Chetroqqa to'xtang degan maqsadda aytgandik. Ketayotganda ikkita qiz shunga qo'l chiqarding degan maqsadda bo'ldi. Bitta savol, shaxsiy savol bu. Sizda ham oilada opangiz, singlingiz bormi? Albatta bor. O'sha yaqin insonlaringizga nisbatan ham begona shaxslar tomonidan xuddi shunaqa harakat sodir qilinsa, siz buni qanday qabul qilgan bo'lardingiz? Qabul qilaman agar boshqacha maqsadda bo'lsa, bilmadim. Jamoatchilik uchun nima deysiz? Fikringiz bormi jamoatchilik uchun fuqarolar? So'raymiz. Qilgan ishimdan pushaymonman va boshqa qaytarilmaydi. O'zbekiston Respublikasi xalqimizdan hammadan uzr so'ramoqchiman. Boshqa unaqa qilmaslikka va'da beraman. Siz transport vositasi haydovchisi. Nima fikr bildirasiz holat yuzasidan? Holat yuzasidan biz bunaqangi keskin hisob berishimiz bilmagandik. Bo'lib o'tgan vaziyatdan pushaymonman. Boshqa bu kabi harakatlarni sodir qilmaslikni tavsiya qilamiz sizlarga va eslatib o'taman, ichki ishlar xodimlari tomonidan ushbu harakatlar yuzasidan sizlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirildi. Ushbu modda bilan eslatib o'taman yana bir marta qonunchilikda fuqarolarga nisbatan 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi nazarda tutiladi. Mazkur kodeksning moddaga asosan 5 kun ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Shuning ta'minotga 5 kun ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilishlik uchun Qibray tuman sudiga yuborildi. Sudning qaroriga ko'ra, ushbu shaxslarning har biriga nisbatan 5 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.